Hop Qo'qonga zapchastga keluvdi, shu kishini bir suhbatlarni olib ketadi deb keldi okalar. Misol uchun Muhsinjon bizga ma'lumot bering. Misol uchun yangi Cobalt oldi. Nima tavsiya berasiz? Hozirgi kunda propan metan zapchastni o'tisiz. Odamlar qaysi birini ko'p savol berdi? O savollarga ko'proq propanda bo'lyapti. Ha. Aka propan narxi qancha, nima qo'ysak bo'ladi degan savollar berishyapti. Biz aka ko'proq original tavsiya qilamiz. Hop, original deganda misol uchun Stag bor, Yevropa gaz bor, Alex bor. Qaysini tavsiya bera olasiz? Aka hammasi o'ziga yarasha chiroyli xizmat qilib beradi. Masalan, yo bunisini yomonlamaymiz biz. Bizda hamma narsa sotiladi. Tavsiya, misol uchun tajribangiz bor-ku, misol uchun Yevropa gaz 4 yil yurdi deya olasiz-ku. Misol uchun Alex miya yaqinda bir 2 yil bo'ldi kelganda, to'g'rimi? Stag bir 6 yil, 7 yildan beri ishlaydi, to'g'rimi? Ko'proq qaysi birida muammo keldi yo boshqa keldi yo metan tavsiya bera olasiz, nima tavsiya bera olasiz? Aka ko'proq Stag bilan Yevropa gaz yaxshiroq. Kilometr berishi ham, yurish bo'yicha ham yaxshi narsa beradi. Ustalarimiz ham ko'p shundan tanlov bo'ldi. Ha, shunday tanlov bo'lyaptiki, ko'p odam tushunadi, yo'lda ham mashina buzilib qolsa ham yoki bo'lsa, ko'p odam tushunadi. Shu taraflama yaxshiroq. Xitoy nima deysiz? Xitoy. Misol uchun ozon variant so'radi. Juda ko'pchilik klientga keladi, ozon variant. Menga bir 200 dollarlik variant kerak deydi. Nima deysiz ularga? Xitoy ham yuraveradi, endi ko'p odamlar cho'ntakka qarab aytishadi ko'proq. Masalan, Xitoy variantimiz ham yaxshi aka. Xitoyda ham aka Xitoyni emas, o'rtacha variantlari ham bor, shundan tavsiya qilaman. O'zimni fikrimni aytaman. Xitoy qo'yishsa o'zlariga o'zlar dushmanchilik qilishgan deb o'ylayman. Nimaga dengi? Misol uchun Xitoy qo'yishadi. Hech 6 oyda bir marta kelinadi-da. Shunaqa. Programmani ochib ketib qoldi, map sensor qo'yib qoldi degan muammo. O'sha narsani 1 yilda yig'ib turib bizga o'sha pulni berishdi-da baribir. O'rtacha bitta kelganda 200 ming pul olibdi. 200 mingdan 10 marta kelsa 2 million pul olamiz. 1 yilda kelibdi-da baribir. Misol uchun Yevropa gazmi, Stagmi, nimadir narsa original brend qo'ysa, misol uchun 2 million 1,5 million atrofida raisiya qildi. Hozir kecha kunduzda 1,5 million so'm raisiya qildi. Lekin maza qilib yurishadi-da. Xohlasa metan, xohlasa propan. Ikkoviga tushib ketaveradi. Ikkalasiga ham tushib ketaveradi. O'shaning uchun tavsiyamiz faqat original. Xitoy narsani oldiga yaqinlashib ham yurmanglar-da. Misol uchun original deganda zapchastlar oddiy mana rel. Keyin yana bitta sirini ochamiz shu zapchast bo'yicha. Hamma zapchastda QR kod bor. Shundoq QR kodni shundoq tersani hamma ma'lumot keladi. Original Xitoy. Misol uchun juda ko'p klientlar oldanib bo'lishdi-da. Shunaqa. O'zimiz ham ustalarni yomonlamaymiz. Ba'zida o'da misol uchun ana eda 3,5 million qo'yib berdi, siz 3 million 200 mingga qo'yib bera olmaysizmi desa, ba'zi bir ustalar bor-da baribir. Mana narsa Xitoy olib ketdi-da, og'iz original. Shunaqa. O'zimizni boshimizdan o'tdi-da. O'shaning uchun obunachilar oldanib qolmasligi uchun hamma narsada QR kod bor. QR kod qilsana lokatsiyasi, qayerga, qanaqa firma, original Xitoy, hamma narsada bor bu QR kod. Zapchast emasda hammasida bor. Misol uchun mana miya. Pero Yevropa gaz miyasi. Buni ham shuni ochganingizda ichidan chiqadi. Lekin buni podelkasi chiqmaydi Yevropa gazda. O'shaning uchun batafsil ma'lumotlar bo'yicha o'zimizga aloqaga chiqing, okalar. O'zimiz aloqalashib, nima savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozib keting. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha ketamiz. Qayga borish kerak bo'lsa, aloqalash, telefon ham qilaylik, mana kelib, syomka qilaylik, besplatni syomkalaymiz. Prosta auditoriya bo'lish xolos. Auditoriya, misol uchun odamlar oldanmasin, boshqa bo'lmasin, zapchast Xitoyni qo'ymasin degan maqsadda qilib xolos. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar.